Assalomu alaykum qadrli o'quvchilar. Bugundan boshlab qadimgi dunyo tarixi, ya'ni 6-sinf darsligini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Xo'p, bugun birinchi darsni o'tamiz, kirish va birinchi dars. Xo'p, qani tayyor bo'lsangiz darsni boshlaymiz. Xo'p, yer yuzida odam paydo bo'lgandan to milodiy 476-yilda G'arbiy Rim imperiyasi qulaguniga qadar kechgan voqealar tarixda qadimgi dunyo tarixi deb ataladi. Demak, inson, ya'ni yer yuzida odam paydo bo'lgandan to G'arbiy Rim imperiyasi 476-yilda qulaydi va bu davr qadimgi dunyo tarixi deb nomlanadi. Va hozir biz o'rganadigan davrimiz, ya'ni kitobimiz 6-sinf darsligi bu qadimgi dunyo tarixiga asoslangan bu o'sha kitob hisoblanadi. Ya'ni bunda biz nimalarni ko'rib chiqamiz? Xo'p, qani birinchi mavzu qadimgi tarix ildizlari. Viqorli tog'lar, qoyalar, asrlar davomida qoyalar erimaydi. Tog' jilg'alari qo'shilib toshqin daryolarni hosil qiladi. Qush uchsa qanoti kuyadigan sahro, poyonsiz cho'llarda issiq shamol esib turgan, karvon yo'llari kesishgan joylarda daryoning turli mamlakatlardan kelgan odamlar to'planib, qizg'in savdo-sotiq qilishadi. Yurtimizning ziroatkor vohalarida asrlar davomida bog'lar gulga cho'madi. Yozma manbalarda mardanamildonlarning jasorati haqida so'zlaydilar. Odamlar cho'lu biyobonlarni chamanzorlarga aylantirib, shaharlar ajoyib inshootlar quradilar. Osmon sirlarini kashf etadilar. Qarang, osmonda minglab yulduzlar charaqlayapti. Ular shunchalik yaqin tuyuladiki, qo'l cho'zsang yetadigandek. Oftobning dastlabki yog'dularida hashamatli binolarning moviy gumbazlari jilvalanib ko'rinadi va gumbazlar osmon bilan singishib ketayotgandek bo'ladi. Uzoq-uzoqlardan qo'shiq tarilmoqda. Bu ona allasidir. Ona allasidan ona vatan boshlanadi. Yam-yashil vodiylar, zilol suvlar, sharqroq buloqlardan, birinchi o'qituvchi va kitobdan, biz yashab turgan ko'cha, xonadon, ostonadan boshlanadi. Jonajon vatan. Ya'ni vatan ostonadan boshlanadi. Bugungi kunga ham serhosil vodiylar, cho'l va tog'larda katta-kichik shaharlar, qal'a va qadim ibodatxonalarda qoldiqlar ko'ramiz. Odamlar bu joylarda allaqachon tark etishgan. Qadim shaharlarda xarobalar, kimsasiz vayronalar, unsiz ularni sho'r va yovvoyi o'tlar bosgan. Biroq odamlar qadami uzilgan bu joylarda qadimshunoslar kelishadi. Ularning sa'y-harakatlari bilan qadimgi shahar, qal'alar, xarobalari tuproqlar ostida yuz ko'rsatib, uzoq o'tmishdan so'zlay boshlaydi. Kitob o'qib, sayohat qilib, muzeylarni borib ko'rib, tarix va madaniyat yodgorliklari haqida ko'proq bilimlarga ega bo'lamiz. Xo'p, qadimgi tarixni o'rganish. Insoniyatning qadimgi tarixni olimlar o'rganadilar. Ya'ni insonlar tarixni o'rganar ekan, bir nechta yondosh sohalarga bo'lib o'rganadi. Masalan, biz biologiyani o'rgansak, albatta unda botanika bor, odam anatomiyasi bor, xuddi shunday tarixni ham yondosh sohalari bor. Bu yondosh sohalar jamlanib butun bir tarixni bizga gavdalantirishda yordam beradi. Masalan, arxeologiya bu qanday fan? Qadimgi zamonlarda odamlar yashagan manzilgohlar, turar joylar, qazishmalar ishlarini amalga oshiradilar. Ya'ni arxeologlar qazishma ishlarini olib boradilar. Xo'p, keyingi yondosh fan antropologiya bu qadimgi odamlarning suyak qoldiqlari, skelet, bosh chanoqlari sinchiklab tekshirib, ularni tashqi ko'rinishini tiklaydilar. Ular 1000 yil avval kishilarning tashqi qiyofasida ro'y bergan o'zgarishlarni o'rganadilar. Ya'ni antropologlar qadimgi insonlarning suyaklarini yig'ib, insonning tashqi ko'rinishi qanday shaklda bo'lishini taxmin qiladilar. Masalan, Amir Temurning tashqi ko'rinishini Gerasimov ismli rus olimi uning suyaklaridan yasashga harakat qilib ko'rgan. Yoki etnograflar haqida gaplashamiz. Etnograflar nima? Bu qadimgi odamlarning ko'pgina urf-odatlari, xo'jaligi, madaniy an'analarni saqlab qolgan, hozirda yashayotgan qabilalar va illatlarni o'rganadi. Bir so'z bilan aytganda, etnograflar, ya'ni xalqlarning madaniyatini o'rganadigan, urf-odatlarni o'rganadigan bir tarixning sohasi hisoblanadi. Etno degani o'zi xalq degani, grafio yozib olish degan ma'noni anglatadi. Xo'p, biz bilishimiz kerak ekan bu mavzudan eng muhim joylardan biri bu arxeologlar qazilish ishlarini olib boradi. Antropologlar bular insonlarning suyak qoldiqlaridan, antropologiya o'zi nomida ham kelib chiqib aytsak bo'ladi, insonlarning suyaklaridan
tashqi ko'rinishini shakllantirishga, ya'ni yasashga, tiklashga harakat qiladigan olimlar bu antropologlar va etnograflar. Bular qadimgi xalqlarning urf-odatlarini, xo'jaligini, an'analarini va hozirda ham saqlanib qolgan, o'sha yillar davomida saqlanib qolgan an'analarini o'rganadigan tarixning yordamchi sohasi hisoblanadi. Xo'p, davom etamiz. Dunyodagi turli hududlarda qadimgi davr tarixiga oid keng o'rganilgan manbalar arxeologlar tomonidan topilgan moddiy ashyoviy manbalardir. Arxeolog qazishmalar davomida topilgan mehnat qurollari, sopol idishlar, qurol, aslahalar, zeb-ziynat buyumlari, xullas qadimda inson qo'li bilan yaratilgan barcha narsalar shular jumlasiga kiradi. Demak, tarixni o'rganar ekanmiz, biz ikkita manbaga tayanamiz. Bular bittasi moddiy manbalar, ikkinchisi ma'naviy, ya'ni ma'naviy manbalar hisoblanadi. Xo'p, moddiy manbalarga nimalar ko'radi? Boya aytganimizdek, sopol idishlar, o'q-yoy masalan yoki uy-joylar yoki kiyim-kechak, xuddi shunday moddiy inson qo'li bilan ishlab chiqarilgan va qo'li bilan ishlasa bo'ladigan narsalar, bular moddiy, ya'ni moddiyati bor narsalarga moddiy ashyolar yoki moddiy manbalar deyiladi. Xo'p, tarixning ikkinchi yana o'rganadigan sohasi, ya'ni tarixni o'rganishimizda yordam beradigan ikkinchi soha bu ma'naviy manbalardir. Bularga nimalar keladi? Arxeolog ma'lumotlar qadimgi dunyo tarixi haqida to'la tasavvur bera olmaydi. Shu boisdan olimlar yozma manbalarga ham murojaat qiladilar. O'rta Osiyo tarixi bo'yicha eng qadimgi yozma manba Avesto kitobidir. Unda yurtimizning qadimgi tarixi va madaniyati haqida hikoya qiladi. Demak, moddiy manbalarni arxeologlar izlab topadi. Tabiiyki, arxeologlar boya aytdik, qazishma ishlari bilan olib boriladi. Bu qazishma ishlarida masalan ko'za yoki qandaydir mehnat qurollari topilsa, bu yillar davomida tuproqqa qorishib ketgan bo'lishi mumkin. Endi ma'naviy manbalar qanday? Ma'naviy manbalar bular kitoblar, ashulalar yoki dostonlar, xuddi shunga o'xshagan insonning og'izdan og'izga yoki devoriy suratlar bo'lishi mumkin. Xayoli bilan yoki o'zini ichki his-tuyg'ulari bilan yaratilgan narsalar ma'naviy manbalar. Bularga masalan kitob, eng qadimgi kitob hozir gaplashdik, Avesto kitobidir. Hali darslarimiz davomida o'tamiz. Avesto kitobi Zardushtiylarning muqaddas kitobi bo'lgan yoki ulardagi xudolar, masalan Ahura Mazda, Ahriman, Mitra haqida xudolarni keyingi darslar davomida o'tib boramiz. Xo'p, yurtimizdagi eng qadimgi manba demak Avesto kitobi hisoblanadi. Xo'p, unda yurtimizning qadimgi tarixi, madaniyati haqida hikoyalar qilinar ekan. Xo'p, davom etamiz. Undan keyingi yurtimizdagi eng qadimgi yana bir manba bu qadimgi davr tarixiga oid yana bir qimmatli yozma manba bu Erondagi behusn qo'ya tosh bitiklari hisoblanadi. Boya aytdik, bitiklar yoki qandaydir bir suyaklarga masalan qabr toshlariga, suyaklariga yozilgan yozuvlar, bular hammasi yozma manbalar yoki ma'naviy manbalar hisobiga kiradi. Behusn qo'ya tosh yozuvlari ham xuddi shunday ma'naviy manbalarga kiradi. Fors shohi Doro bir buyrug'i bilan qo'yiga o'yib yozilgan bitiklar zabt etilgan o'lkalar qatorida. Turli o'lkalar qatorida O'rta Osiyoning qadimgi davlatlari ham sanab o'tilgan. Demak, Doro bir o'zi yurish qilgan joylarni, tarixini, madaniyatini va u yerdagi aholi haqida Behusn qo'ya tosh yozuvlariga yozib ketgan. Bu qo'ya tosh yozuvlar hozir Eron shahrida saqlanib kelinmoqda. Ya'ni Erondan topilgan bular. Xo'p, davom etamiz. Yana qadimgi yozma manbalarga murojaat qilsak, milodiy 2-asrda Yunon tarixchisi Arrian Makedoniyalik Aleksandrning O'rta Osiyoga harbiy qilgan yurishlari haqida Aleksandr harbiy yurishlari nomli asarini yozib qoldiradi. Bu ham yurtimiz uchun juda muhim kitob hisoblanadi. Yoki miloddan avvalgi 1-asrda qadimgi Yunon tarixchisi va geografi Strabon Geografiya nomli asarni ko'plab mamlakatlar, xalqlar haqida ma'lumotlar keltiradi. Yoki tarix otasi, ya'ni Gerodot miloddan avvalgi 5-asrda qadimgi Yunon tarixchisi Gerodot turli mamlakatlarga sayohat qilib tarix nomli kitobini yozdi. Unda yurtimizning qadimgi tarix haqida muhim ma'lumotlar berilgan. Yana eng qiziqarli tomoni Gerodotning o'sha tarix kitobida massagetlar haqida, ya'ni biz bilamiz massagetlar, ya'ni Tumaris haqida ma'lumotlarni ham Gerodot o'zining tarix asarida yozib qoldirgan. Xo'p, jahondagi barcha xalqlar tarixi ibtidoiy jamoat tuzumidan boshlanadi. Demak, insoniyatning eng qadimgi tuzumi bu ibtidoiy jamoa, ya'ni jamoalardan paydo bo'lgan.
Jamoalar rivojlanishi birinchi bosqich kishilarning alohida guruhlarga birlashib, eng qadimgi odamlarning dastlabki jamoasi hisoblangan. Demak, bular guruh bo'lgan, bular jamoa bo'lgan. Bu eng dastlabki, ya'ni ibtidoiy shakl hisoblanadi. Ibtidoiy jamoalar asta-sekin qarindosh urug'laridan iborat bo'lgan urug' jamoalariga bo'lina boshladi. Demak, ibtidoiy jamoalar keyin qarindosh urug'lar asosida birlashgan. Qarindosh urug'lar, bu yerda e'tibor berishimiz kerak. Qarindosh urug' degan joyiga, chunki qarindosh bo'lgandan keyin urug' jamoasi bo'lishi tabiiy hol hisoblanadi. Dastlabki urug' jamoalari ayol ona atrofida birlashgan. Demak, dastlabki urug' jamoalarida ayol kishi, ya'ni ona siymosida, masalan, qabila boshlig'i ayol bo'lishi mumkin. Ona sifatida birlashgan. Insoniyat tarixidagi bu bosqich ona urug' davri, ya'ni matriarxat deb atala boshlanar ekan. Ancha keyinroq mehnat qurollari, xo'jalik yuritish shakllari takomillashgani sayin jamoadagi yetakchilik mavqei asta-sekin erkak kishiga o'ta boshlaydi. Bu esa urug'larga erkak kishining boshchilik qilishini anglatadi. Insoniyat tarixida ushbu davr olimlar patriarxat davri deb ataydi. Demak, ikkita davr bor ekan. Birinchisi matriarxat, ya'ni urug'da ayol kishi boshliq bo'ladi. Ikkinchisi mehnat qurollari yoki kundalik vazifalar qiyinlashgan sari erkaklar bosh rolga o'tgani uchun jamoada, ya'ni urug'da erkak kishi liderligi oshgani hisobiga ota urug' davri, ya'ni patriarxat urug' davri boshlanadi. Bu davr ko'proq bronza davriga to'g'ri keladi. Hali keyingi mavzularimizda bu haqda yana batafsil gaplashamiz. Xo'p, matriarxat eslab qolish, birinchi mavzudan eslab qolinadigan joyi matriarxat, ya'ni bu urug'da ayol kishi boshliq bo'lishi, patriarxat urug'da erkak kishi boshliq bo'lishi. Bu eng oson, yodlab qolish oson yo'li va o'shani biz eslab qolishimiz kerak birinchi mavzuda. Xo'p, eng qadimgi odamlar dastlabki mehnat qurollari toshlardan yasalgan. Shunga ko'ra arxeologlar insoniyat tarixining boshlanishini tosh davri deb atashadi. Tosh davri ancha uzoq vaqt davom etdi, shuning uchun uni quyidagi bosqichlarga ajratish mumkin. Demak, mehnat qurollari yoki kundalik ishlatadigan mehnat qurollari toshlardan yasalgani uchun arxeologlar, ya'ni olimlar, tarixchilar bu davrni tosh davri deb ataydi. Ya'ni mehnat qurollari toshdan yasalgani uchun bu davr juda uzoq davom etgani hisobiga tosh davrini davrlashtirdi. Demak, eng uzoq etgan davr tosh davri bo'lsa, bu davr ham davrlarga bo'lindi. Xo'p, qanday davrlarga bo'lindi? Bular masalan, paleolit, mezolit, neolit va eneolit davrlarga bo'linadi. Paleolit degani qadimgi tosh davri, yunoncha paleos qadimgi va litos tosh so'zlaridan olingan. Mezolit o'rta tosh davri, ya'ni yunoncha mezos o'rta, litos tosh. Neolit yangi tosh davri, yunoncha litos yangi, yunoncha neos yangi, litos tosh davri. Eneolit ya'ni enius mis va yunoncha litos tosh davridan olingan. Xo'p, bu davrlar demak bildik, eng qadimgi davrda, ya'ni insonlarning mehnat qurollari toshdan yasalgani hisobiga qadimgi bu davrni tosh davri deb atadi. Bu davr hisobiga, ya'ni 4 ta bo'limga bo'linyapti. Bular paleolit, mezolit, neolit va eneolit. Paleolit qadimgi, mezolit o'rta, neolit yangi va eneolit mis tosh davriga hisoblanadi. Bu davrlarni keyingi darslarimizda ham yana davom etkazamiz. Hozir esa paleolit davri, masalan, paleolit dedik, aytdik, ya'ni yunoncha paleos qadimgi, litos tosh davri bo'lsa, bu davr o'zi ham 3 ga bo'linib ketadi. Ular ilk, o'rta va so'nggi davrlarga bo'linib ketadi. Eski kitoblarda bularning davrini ham o'zi yillari bor edi. Masalan, paleolit davri, ilk paleolit 1 milliondan 100 ming yilliklarni o'z ichiga olsa, o'rta paleolit 100 va 40 ming yilliklarni o'z ichiga olgan. So'nggi paleolit esa 40 va 12 ming yilliklarni o'z ichiga olgan. Mezolit masalan 6-4 ming yilliklar, neolit 4-3 ming yillik, 3 ming yilliklar o'rtalarigacha davrlarni o'z ichiga olsa, eneolit 3-dan 3 ming yillikdan 2 ming yillik o'rtalarigacha davrni o'z ichiga olgan. Undan keyin bronza davri keladi. Bu mavzularni keyingi darslarimizda Xudo xohlasa sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Bugungi mavzuimiz, ya'ni bugungi kirish mavzuimiz va qadimgi tarix ildizlari mavzusi, birinchi mavzusi shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. Dars yuzasidan fikrlaringiz, takliflaringiz yoki murojaatlaringiz bo'lsa,
YouTube sahifamizning izohlar bo'limiga qoldirishingiz mumkin. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayrlashib qolamiz.